Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Mana bu seyilkani biz bugun amaliy mashg'ulot paytida o'rganishga qaror qildik. Mana bu yerda bizga qo'yib qo'ygan seyilka traktorlarga tirkama holatda o'rnatilib, traktorni gidrosistemasi yordamida transport holatidan ishchi holatiga, ishchi holatdan transport holatiga o'tib ishlash uchun mo'ljallangan seyilka hisoblanadi. Seyilkamiz ikkita bunkerdan iborat, ikkita qator ekish apparatlaridan iborat va buni harakatga keltiradigan tayanch harakatlantiruvchi g'ildiraklari mavjud. Tayanch harakatlantiruvchi g'ildiraklari zanjirli uzatma orqali mana bu kontrprivedga harakat uzatib beryapti. Undan esa harakat o'g'it soladigan apparatlarga va urug' ekadigan apparatlarga o'tib boryapti. Ikkalasida ham g'altakli ekish apparatlari qo'llanilgan. G'altakli ekish apparatlari bizlarda Sizi 3.6 markali seyilkamiz, avvallardan ishlatib kelgan seyilkamiz shunaqa apparat bilan ta'minlangan edi. Bu Turkiyada ishlab chiqarilgan seyilka ham xuddi shunga o'xshagan apparatlar bilan ta'minlangan ekan. Demak, biz bu seyilkani ishlatayotgan paytimizda orqa tomonida maxsus joy bor. Bunga seyilkachi yordamchi mana buni ustiga chiqib olib, bunkerga o'g'it, urug' solish uchun xizmat qiladigan jarayonlarni amalga oshiradi. Biz seyilkani ishga tayinlagan paytimizda albatta e'tibor berishimiz kerak. G'altakni uzunligini, demak bu g'altakning uzunligi qancha katta yoki kichkina bo'lsa, urug'ni ekish me'yori o'zgarishi mumkin. Buning uchun mana bunday maxsus richaglar qo'yilgan. Shu richaglar yordamida biz g'altakni uzunligini yoki kaltaligini regulirovka qilishimiz mumkin ekan. Mana natijada gektariga sarflanayotgan urug'ni yoki mineral o'g'itni sarfini o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Seyilkaning bunkeri mana bu ruchkalar yordamida ochib yopilishi mumkin ekan. Narigi tomonda ham xuddi shunaqa ochilib yopiladigan moslama qo'yilgan. Mana bu seyilka bilan biz bemalol don ekinlarini har 15 sm qator oralig'ida ekishga imkoniyat yaratishimiz mumkin ekan. Mana asosiy jarayon g'altakli ekish apparatidan chiqqan urug' mana bu varankalar orqali urug' o'tkazgichga, mana bu urug' o'tkazgichga borib tushyapti. Urug' o'tkazgich o'z navbatida diskali pichoqlarni kesib ketgan orqchalariga borib mana bu yo'naltirgichdan tushyapti. Ana undan keyin biz urug'ni bemalol tuproq o'zini to'kiluvchanlik xususiyati sababli u o'zini ko'mib ketiladi. Ana endi biz seyilkani ishga tayinlagan paytda yana bir narsaga e'tibor berishimiz kerakki, seyilkani mana bu yo'nalishdagi qator oralari bu yo'nalishga ketayotgan qator oralar bilan teng bo'lishini ta'minlab berishimiz kerak. Uning uchun mana bu yerda markyor degan narsa o'rnatilgan. Markyorni boyagi chekka qatorga nisbatan ma'lum bir masofaga qo'yib turib, seyilkani qamrash kengligini to'g'ri tanlasak, bizi asosiy qator oralarimiz, ya'ni mana bu bitta ramada joylashgan sashniklar orasidagi qator oralari va mana bu yerda bizi agregatimiz boshqarishi uchun, to'g'ri boshqarish uchun kerak bo'ladigan chiziqlarni tashkil qilib ketar ekanmiz. Mana shunday qilib biz ekinni ekayotgan paytida ma'lum bir tayyorgarlik ishlarini olib borib, keyin seyilkalarni ishga solishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, bu mashina yordamida biz ekinni donli ekinlar bu bo'lishi mumkin, bug'doy bo'lishi mumkin, arpa bo'lishi mumkin, grechka bo'lishi mumkin va shunga o'xshagan dukkakli ekinlarni bir paytni o'zida o'g'it solish bilan birga ekib ketishimiz mumkin. Mana bu konstruksiya shunday qilib ishlanganki, o'g'it bilan urug' bir xil chuqurlikqa tushyapti. Bir xil chuqurlikqa tushishidan sabab nima? Bizi bug'doyimiz popuk ildizli ekinlar turkumiga kiradi. Bu degani ko'chat urug' tushgan joydan ildizlar tarqalyapti. U o'q ildiz bo'lsa, u chuqurga ketgan bo'lardi. Bu urug' tushgan joyida tarqalganligi sababli popuk ildizli o'simliklarga urug' joy tushgan joyga o'g'it soladigan bo'lsak, o'g'it erib, boyagi o'simliklarni ildizi oziqlanishi va
oziqa bilan ta'minlanishi imkoni yaxshi bo'ladi. Mana shunday qilib biz bu seyilkani ekish uchun mana bunday masalan qilamiz. Kengligi, seyilkaning qamrash kengligi 3.4 metrni tashkil qiladi. Ya'ni bir o'tganda seyilka 3 metr 40 santimetr kenglikka urug'ni ekish bilan birga mineral o'g'it solish imkoniyatiga ega ekan. Agar biz seyilkani ish jarayonini ko'radigan bo'lsak, bu o'rtacha 8 kilometr tezlik bilan harakatlanadigan bo'lsa, 3.4 kilometr ishlaganda biz ma'lum darajada ish unumi 1 soatda bajaradigan ish unumi nisbatan yuqoriroq bo'lishi va avvalgi seyilkalarga nisbatan yaxshi ko'rsatkichga ega bo'lishi mumkin bo'lar ekan.